xaloyiq sumalakka ham yetkazganiga shukur. Ko'zlaringizga suring. Hamma orzularimiz ushaladigan kunlar keldi ya. Vaqtingiz ochiladi, uy olamiz. Kutdim, suring. Voy iloyim, sizdan mashinalar oling. Voy uchastkalar oling. Nevaralar ko'ring. Endi 7 marta ko'raymiz. Bir Pog'anani olib kelsanglar-chi, suv solish kerak bunga. Bu qaynamab, nega anqayib o'tinda tiqing bo'ling tezda. Ko'ksimda yondi. Voy, issiqligini. Voy. Sumalakdan toshdan. Bekor tepdingiz. Sumalakni o'tinini umuman tepib bo'lmaydi, bilasizmi? Endi bo'ldi, bu tomirga kuyasiz. O'zi shuncha kuyganingiz kammi? O'tgan yili menga 9 marta kovlayman desam, yo'q 7 marta kovladingiz. Men 7 marta kovladim. Bir yildan beri yerga tegolmayman. Endi hozir 11 marta kovlayman. Tushundingizmi? Voy bo'ldi, 8 soatdan beri kovlaysizmi? Hamma butun shahar eriga. Siz demoqchimisiz? Sizga ham yer qolsin. Tavba qildim. Necha marta aylantirish kerak edi? 7 martami? 11 marta. Voy, o'yla. Baxtini topgan baxtli onalardan bittasi men. Ana endi sumalagimizni yopsak ham bo'ladi. Nima bor? Ikkita dumalab mashinaga o'xshaydi, mashinani balonimi? Yo'q. Ikkita oyog'i bor, odam. Yo'q, mana soqollari turibdi. Bu er. To'xtaylik, bunaqasi ko'raylik-chi. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim.